ikkinchi raundni e'lon qilamiz. G'ulom aka, o'zi studiyada muzika bor, baraka topdi. Ikkinchi savol. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Valijon qishlog'ida yashovchi Tillayev Uchqun To'rayevdan kelgan savol. Savolni tinglang. Urmaydi, so'kmaydi, yig'latadi. Vaqt ketdi. Urmaydi, so'kmaydi, yig'latadi. Menimcha bu xotin. Nimaga? Chunki menda ko'p bo'ladi, uni ham dardidir balki qaydan bilasiz? Endi shaxsiy hayotdan kelib chiqib savol bermas kerak. Xotin bu ham bizga tegishli emas. Arabcha so'zdan olingan bo'lib, xo, ya'ni degan ma'nolarni bildiradi. Tun bu o'zingizlar bilasizlar, qop-qorong'u. Ey! Yashang! Topdim. Bu futbolchilarimiz. G'ulom aka, Urmaydi, tepmaydi, yig'latadi. Na gol uradi, na to'p tepadi. Keyin biz yig'laymiz. Javob futbolchilarimiz. Menga qarang, savolga diqqat qiling, yig'latadi deyapti. Infarkt qiladi demayapti-ku. G'ulom aka. Piyozu. Piyoz bu inson organizmi uchun juda foydali mahsulot hisoblanib, hazmi taom, ya'ni taomni hazm qilish xususiyati juda ham ko'p. Ayniqsa uni bitta bodring bilan pomidorga to'g'ri. Shamol. Topdim. Shamol, chunki shamol turganda ko'zimizga chang-chung kiradi-yu, ko'zimiz yoshlanadi. O'shanga shama qilyapti Tillayev Uchqun. Senga kim ruxsat berdi bu yerga o'tirishga? Yo'qal, ko'zimga ko'rinma dedim senga. Shamolmas, hozir yutqizib qo'yamiz lekin. To'g'risi. Qo'lsiz oyoqsiz eshik ochar shamol. Evet. Topishmoq-ku. Ana shu qo'lsiz oyoqsiz eshik ochgandan qo'rqqaningdan bo'lsa ham yig'laysanmi?